Ushbu video kreditga, avtomashina va kvartira olganlar va oladiganlar uchun muhim. Sababi sizda oldinda yana bitta muammo kutib turibdi. 90% amaliyotda kreditni yopib bo'lgandan keyin ham mulkni sotolmaslik holatlari uchramoqda. Mulkni notarius huzurida oldi-sotdi qilib olayotgan vaqtingiz notarius tomonidan sizga tushuntirilganda yoki boshqalar tomonidan tushuntirilganda bunga aniq e'tibor bermagansiz. Sababi mulk sizni nomingizga o'tgandan keyin mulkni egasi tomonidan to bank tomonidan kredit ajratilmaguncha mulkka taqiq qo'yiladi. Pul egasiga bir hafta yoki 3 kun ichida tushguncha mulk taqiqda turadi. Mulkni egasi pulni olgandan keyin notarius huzuriga borib, pulni oldim deb mulkni taqiqdan chiqarib berish kerak bo'ladi. Vaholanki, pulni olgandan keyin ko'p fuqarolarimiz notariusga kela olmaydi. Yoki vaqti bo'lib qachondir boraman deydi-da, sizda o'sha mulkingizga qo'yilgan taqiq qolib ketadi. Natijada siz bank tomonidan qo'yilgan taqiqni yechganingiz bilan mulkni egasi tomonidan qo'yilgan oldi-sotdi shartnomasiga asosan qo'yilgan taqiq qolib ketadi. Buning natijasida siz mulkni tasarruf eta olmaysiz. Bunaqa holatlarni aniqlash uchun notariusga avvalo siz avtomashinangiz texpasporti yoki kvartirangizni kadastr hujjatlarini taqdim etsangiz, sizga aniqlab berishadi bu holatni. Va o'shanda siz o'zingizga aniqlik kiritib olib, buni bartaraf qilish choralarini notarius tomonidan maslahatlasha olasiz. Ushbu videoni kreditga mashina va kvartira olganlarga jo'natib qo'ying. Bizni kuzatib boring. Keyingi videolarimizda ushbu taqiqqa qo'yilgan mulklarni qanday taqiqdan chiqarish bo'yicha tavsiyalar berib boramiz.